Asli dorazani uстановка qilishdan oldin tayyorlab olgandan keyin gruntовка sepilgan holatidan keyin joyida bundoq qilib joyida o'rnatilmasdan oldin mashina qilib qo'yib ligrovkasini keltirib olish kerak kitobida. Biznikilar nima qilishadi? Ko'rishsizlar. Qo'yib mashina qilib to'g'irlab ochilib yopilishini ko'rib olib keyin uстановка qilish kerak. O'ta chiroyli. Tozani ham zo'r. Toza. 2 qavat misol 2 qavat. Такой видео qilsin.